Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz qarindoshlar, bugun Ramazondagi uyimiz to'g'riliq to'xtalamiz. Salaflarimizning uylari Ramazonda mehr-shafqat nurlari bilan yorib ketadi. Ularning uylaridan Qur'on tilovati xuddi asal arilarining ovozlaridek uzilmaydi. Ramazondan iborat ushbu sanoqli kunlarning karomatlari ko'p bo'lib, yolg'izgina birli insonni emas, balki uning oilasini isloh qilib yaxshilay oladi. Agar har birimiz Ramazon oyida o'zimizni tekshirib, isloh qilishga bel bog'lasak, undaqda oilamizni isloh qilishni birga elib berishimiz lozim. Chunki biz mas'uliyat egisimiz. Har bir mas'uliyat egisi o'z mas'uliyatidan so'riladi. Cin şeytanlarının katta başları Ramazanda bağlandıgan bolsumu, bağlanmağanları adimi şeytanlarını yallap, kişilerini bu ayda Allah'ın ibadetinden yiraklaştırış üçün ittifaklaşıdı. Hatta ular Ramazan başlanıştan bir qancha ay burulla Ramazan kunlari va tunlari de kişilerinin qalblarini qasovatlashtirish uchun plan tuzishdi. Yaxshi xislatlarni ko'paytirishda musobaqalashish o'rniga ta'siri ziminni emas, havo bo'shlig'ini bulg'ab, nachar xuluq to'shqizitadigan har xil nachar kino teatrlari, pastkash komediya, musobaqa qatorliq yaxshilikdan to'lim yiroq qabih narsalarni tashviq qiladi. Ey musulmon qarindishim, Qur'on tilovati va ro'za orqali yuksalolmaydigan, uzun o'qilgan kecha namozi va zikrlarga sabr qilolmaydigan, ko'z, quloq va qalblarni qo'g'dashga ahamiyat bermaydigan bo'lib qolmaslik uchun toat ibodat kunlarida qalb soflig'ini o'g'irlashni asosiy nishon qilgan ruhiyatni kirlatuvchi hujumlarga qarshi turish dal sizning va bizning mas'uliyatimizdir. Allohning buni so'ziga quloq soling. Inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Bilishingiz kerakki, har birimizning o'zimizning quloq, ko'z va qalblarimizning amallaridan so'rilib qolmay, mas'uliyat doiramizdagilarnikidanmi, bizga omonat qilinganlarnikidanmi so'ralamiz. Alloh taolo bizga: "Ey mu'minlar, ey iymon etganlar" deb nido qilib turib, Ramazonda va boshqa chog'larda oil tavobatlarimizni fitnadan saqlab, azobdan yiroqlashtirishimizga chaqirmoqda. Ey müminler, özünlarni va bola-chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. Bu farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Bola-chaqalari bilan kari bo'lmay, bu muborak oyda ularni kech-kunduz fasodchilik va noshoyan ishlarni qilishga tashlab qo'yganlarni ko'rmayotamsiz? Acaba bu ballarga ko'nganlikmi? Ular o'zini va ahlini jahannam o'tidan qandoq saqlab qolar? Ramazondami boshqa vaqtdagi o'xshash ibodatga sal qaratganlar qandoqmi taqvodar hisoblansin? Oila a'zolaringizning ro'z tutishiga boshlamchi bo'ling. Ularni tarovih o'qishga yetaklang, tahajjudga uyg'oting. Qur'on tilovat qilish, hol-ahvollarini ko'zdan kechiring. Iymon va toat bosqichlaridagi taraqqiyotlarini bo'libmi namozdagi ilgirlashlarini ko'zda turing. Oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurg'in. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lg'in. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Taha surasi 132-oyat. Alloh taolo Ismoil alayhisalomni maqtab, uning o'z oilasining dinini, ya'ni oxiratlikini dunyoliqidan ustun ko'rganligi bo'libmi namozga sal qaramaganligi haqida bundoq deydi. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgin. U haqiqatan va'dasida rostchil, rasul ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi. Ey ro'zador qarindishim va ro'zador hamshiram, Ramazon Allohning ahkomlarini barpo qiladigan mazgil bo'lg'achqa, harom ishlardan saqlanish bilan vaqti hurmatlidir. Biz musulmonlar shariat ahkomlarini va Rabbimizning buyruq chekimlarini ulug'lashga buyurildik. Xuddi Haj surasida aytilgandek, kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydi ekan, bu
dillarning taqvodorligidandir. Kimki Allahның dinining ahkamlarini ulug'lasa, bu Parvardigorning dargohida uning dunyo va oxiratlik uchun yaxshidir. Ramazonga xos shu pak-pokiz vaqtlarni bulg'aygan badbashira, axloqsiz, noshoyan rasmlar va kishilarga Qur'onni unutuldiradigan har xil naqshi muzikalarni oilamizga yaqin yo'latmasligimiz Alloh taolaning ahkamlarini ulug'lash jumlasidandir. Unutib qoldingizmi? Ba'zi kishilar bilimsizlikdan Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi. Balalarimizning jamoat namoziga chiqmasligi bilan karimiz bo'lmay tashlab qo'ymasligimizmi? Ushbu muborak Ramazon oyining hurmatini saqlash va ahkamlarini ulug'lashning jumlasidandir. Chunki jamoat namoziga sal qarash, cho'ng yo'qotish va halokatga qadam olganlikdir. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularla jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytilmaydi. Balki Ramazon namozlarini zoya qilishga tavba qilib olish va bolalarni jamoat va masjid bilan bo'lgan aloqasini yaxshilashga ko'ndirishdiki, yaxshi bir fursatdir. Farzandlarni nomuschan, hayoliq yetishtirishmi bu muborak oyning hurmatini saqlashning jumlasidandir. Allohdan hayo qilish axloqning eng yuqori pallasi bo'lgach, ro'zining javhiri va ro'zadorlarning zinnati hisoblanadi. Bu to'g'risida payg'ambar alayhissalom: "Ey xaloyiq, Allohdan haqiqiy ravishda hayo qilinglar" deganda sahobalar: "Ey Allohning elchisi, alhamdulillah, biz hayo qilamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom javoban: Allohdan haqiqiy ravishda hayo qilish boshni va boshlik a'zolarni, qo'rsoq va qo'rsoq ichki a'zolarni haromdan saqlash, shundaqla o'limni va o'limdan keyingi chirishni aslashdir. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan, dunyoning zib-zinatlarini tashlaydi. Kimki shunday qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi, dedi. Ramazon oyini buzib ketishdan yiroq, turli havaslardan xoli, zikr tasbih, durud namozlarga berilgan holda o'tkazishmi Ramazonni ulug'lashning jumlasidandir. Shunday qilgandala kelajak avlodlarga Ramazon degan kechini toat ibodatsiz, yeb ichadiganlar, kunduzni behuda dunyo ishlari bilan o'tkazadigan nadan ahmoqlarning kayf safa, ko'ngil etishga to'lgan g'aflati ekan degan xato ideyaning singib qolishining oldini olg'ili bo'lishi mumkin. Ey oila bola chaqalardan mas'ul qarindishim, siz Ramazonda 30 kunlik programma tuzing. Oilani markaz qilib turib, a'zolarga qarata yepiq shaklli kurs o'zlashtiring. Cho'ng kichik hammalarni Qur'on bilan hamsuhbat qilib, ularning Qur'on yodlashiga yordamlashing. Unutib qolganlarni takror qilishib bering. O'rgangan va tushunganlari to'g'risida fikr almashtiring. Payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va o'rgatgan kishilardir deb ta'lim berganidek, kishilarning eng yaxshisi Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishi tursa, albatta Qur'on o'rganishga eng haqli kishi dalsiz. O'rgatishingizga eng haqli albatta sizning oilangizlar bo'ladi. Demak, Ramazonda oilaning Qur'on bilan bo'lgan munosabatini yaxshilaydigan nihoyat yaxshi bir fursat bordir. Ramazonlik oila programmangizda oilangizdagilarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hidoyatini ching tutishga odatlantirish uchun hissa qo'sha olasiz. Tunji qadam payg'ambar alayhissalomning namoz va ro'zaga tutgan yo'li bo'lsin. Bu programmada yana quloq, ko'z, qalblarni boshqarishga qiziqtiradigan mardlik va apuchallikqa, kishilarga yaxshi muomala qilishga erishman va muloyim bo'lishga chaqiradigan Ramazon axloqlari bilan oilangizlarni islom axloqiga yetaklay olasiz. Bola chaqalaringizni Ramazon hurmatini ulug'lash orqali diniy ahkamlarni ulug'lashga odatlantira olasiz. Ramazonni Alloh rizoligi uchun himoya qilgan kishi uning oldi keyinidagi kunlarni Alloh rizoligi uchun himoya qiladi albatta. Chunki Allohga yaqinlashish muayyan vaqtga cheklanib qolmaydi. Otalarning bolalarga bo'lgan Ramazondagi mas'uliyati dunyoviy ishlarni ta'lim berish bilan emas, balki bola chaqalarning
Allohning taqvodorlikda beslashgan itoatman bandalarga beradigan oliy mukofoti va yuksak himmatiga oldirtishi bilanmi ado topadi. Ballar uchun pul va boylik yiqqanlar, hasaddarlik purog'idan qo'rqurlar, bo'lsa boylik bas, parvo qilmas har naga, qaytar unga aldinib oxir oqibatda. Anglab so'zim, nasihatim foyda ol, to'plab yurma ballaringga quruq mal, banki erur Qur'on, sunnat to'g'ri yo'l, saqlansunlar mal dunyodan qiz o'g'il. Baydur Rabbing anga ham qo'g'dar, bil har zaman va'dasida haq turar, chatnab ketsa hidoyatdan gar ular, buzg'unchilik qarzgimi ham bo'g'ar, chatnab ketsa hidoyatdan gar ular, mollaringmi ishritiga yor bular. Ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik bag'ishlagin. Bizga san itoatman farzand ato qilgin. Bizni taqvodorlarning imomi qilgin. Amin.